Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Tanur Bakring. Programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Kucha Qizil Ming uyi Budda dinining sharqqa tarqalishidagi muhim tugunga joylashgan. Shunglashqa Kucha Qizil Ming uyi O'rta Osiyo va Sharqdagi ming uylar ichida nihoyat muhim o'rinda turadi. Hazır Qizil Ming uydagi 80 dan ortiq g'arda 10 ming kvadrat metrdan ortiq ko'lamdagi buddizm tom rasmlari saqlanib qolgan. Undaqda bu tom rasmlarda qanday mazmunlar bor? Tom rasmlarga qanday hikoya va sirlar yoshirilgan? Qizil Ming uyda nimishqa hayvonot obrazi tushirilgan naqsh bezaklar ko'p uchraydi. Buning qanday ma'nosi bor? Qiziqsanglar diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Bu qadimgi zamonda bir o'tinchi bar bo'lib, bizlarning bir kuni bu shu bir tog'da bir ayiq bilan do'sib qopti. Bizlarning bir kuni bir ovchi bu ayiqni izlab kelib qopti-da. Sen o'sha atrofda bir oq ayiqni ko'rdingmi? Desa, "Voy, yo'qmi, oq ayiqni ko'rmadim." Degandan keyin bu ketib qoldi ekan. Yana birdan o'tgandan keyin bu ovchi keldi. Endi bu o'tinchiga deydi, "Sen shu oq ayiqni ko'rdingmi?" degandan keyin, "Oq ayiqni ko'rmadim." degandan keyin ovchi uni tushundirdi. Sen shunda jafo chekib nima qilsa, agar biz oq ayiqni ko'rsak, uni ossak, uni o'ltirib, terisini bozorga birib satsak, sen bay-bay yashab turmush kechirib, bunda namratlik, g'urbatchilikdan tuga qo'l uzsa degandan keyin o'ylisi rost. Shuning bilan uni boshlab o'nkirni oldiga berib, ovchiga mush o'nkirning ichida degandan keyin ovchi yodin o'qni uzidi, ayiq uludi. Dal shu chaqda uning ikki qo'li uzilib, yag'ib ketdi. Mana bu shu do'stlarga asiylik qilish, kishilarga yomonlik qilishning oqibati, ya'ni shunda jami zaman bo'lish degan bir haqiqatni bizga tushuntirib berdi.
Kucha Qizil Ming Uydagi rasm shakldagi yaralmish hikoyalari romba shaklli katakchilarga sizilgan. Bu xil alayda ifodalash shakli faqat Ko'san rayonidagi bir qancha ming uylarda ko'riladi. Hatto Avtonom rayonimizning sharqidagi Turpan rayonidagi ming uylarda ko'rinmaydi. Rombusimon taq hikoya rasmi bo'lsa, Qizil Ming Uyning eng dastlabki ifodalanish shakli hamda Qizil Ming Uyda 4 davrining, ya'ni Qizil Ming Uy dastlabki qezilgan, taraqqiy qilgan, gullangan, xarablashgan davrining hammasida sizilgan. Bu xil alayda ifodalash usuli ehtimol qadimgi Ko'san rayonidagi millatlar yaxshi ko'radigan xalq orasidagi bezak naqshi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu hikoyalarda yana shu odamninki yana mustahkamini to'g'rishdan ilgari endi hayvon siyoqida, ya'ni pel, beliq, maymun, hatto shu kaptar ashunda siyoqida tug'ilib, insonlarninki shu irodasini, chidamchanligini, shu bir e'tiqod qilib olgan chidamchanlik yoki bo'shangligini sinaydi. Masalan, shu Ming'oy tam rasmli hikoyasida bundaq hikoyalar intayin ko'p uchraydi. Buduning yaralmış hikoyasi bo'lgan Nirvana qissasi bo'lsa, Kucha Qizil Ming Uy tom rasmlarida eng ko'p sizilgan temalarning biri. Hozir tom rasmi saqlanib qolgan 80 dan ko'proq g'or ichidagi 53 g'orga Nirvana qissasi hikoyasi sizilgan. Ondaqda nima sababdan Qizil Ming Uy tom rasmlarida bu xil mazmun ko'p uchraydi? Buningga yana qanday sirlar yoshirilgan? Biz deyotgan endi Nirvana bo'lsa, bu Buddha-dinninki shu eng yuksak manzilga yetganni Nirvana deydi. Endi shu Hinayana mazhabida Buddhadan boshqa har qanday inson Nirvanaga yetmaydi. Nirvana degani endi garchi mushalıqqa u endi bizdan hozir aqtilgandan u naiti azobdan qutuldi. Azobdan qutulib, azobdan yangib, bilek bir dunyoga ketdi deymiz. Endi bu madallam aqtilimiz aytgan chaqda u vafot bo'ldi. Lekin u Buddistlar ona vafot bo'ldi demaydi. Bu buyuk manzilga yetdi. Ya'ni butun azob uqubatdan qutulib, o'zi yana bir dunyoga yashashga ixtiyor qildi degan ma'noda. Kucha Qizil Ming Uydagi nurg'un g'orlarning oldi xonasi bo'lsa-mu, lekin ko'p qismi ko'mirilib tushgan. Faqat tuz g'orining oldi xonasi xili yaxshi saqlanib qolgan. Onun ustiga ikki tarafdagi tomdagi rasmda avvostini al qilish asosiy tema qilgan tom rasmni ko'rib olamiz. Burnusda bir Hindistonda bir podshohlar bu naiti xalqni aminlik bilan, odillik bilan so'rab bay-bayashat turmush kechirdi ekan. Yani kunlarning bir kuni bu elga qahatchilik, ocharchilik yuz berib, nurg'un odamlar qirilib, ocharchilikdan hatto o'zining bolalarini yeydigan. Shu holat ketgan chaqda, andan keyin bu pil, ya'ni bu pil asli bir podshoh. Bu qolgandan keyin qarasa, bu hammadan qirilib ketgan, shuning bilan bu xalqning oldiga berib deydi ekan. Sizlar oldingizga mangsanglar, ya'ning ostida bir pil bor. Shu pilning go'shini yeysanglar, sizlar bu ocharchilikdan qutulasizlar. Degan xalq shu yoq mangadi ekan, bu darhol shu pilga aylanib, o'zi shu yodin o'zini pastga etib, xalqning kelib ketishini ko'rdi ekan. Podshohningki pilga aylangan shu holatdagi pilning o'sqini yerib, go'shini yeyotgan holat. Qadimdagi shu dillarninki o'zini qurbon qilib, boshqalarga yaxshi ish qilish. Shunda bir ideya shu hikoyada ifodalandi. Kucha Qizil Ming Uy tom rasmlarida yaralmish qissasi rasmdan boshqa yana nurg'ulg'an tamsillar, rasmlarmi bor? Burnusda 500 savdogar bir eldan yana bir elga savdo qilgan ma'nopda. O'rmonlik kelgandan keyin shu vaqtdagi diva mush alvaslarni eziqtirish orqali bular yo'lda ezib qoldi. Oxiri
karvan beşi bu alvaslarning iziqtirishi jin hayotlarninki ularning qaymoqtirish ekanligini bilgandan keyin shu chog'da o'zining kiyimini silib bu quliga yo'gaydi ikki quliga uni mashal qilib qorong'ulikni yo'ritib savdogarlarni qorong'ulikdan shu o'zining manziliga olib chiqadi dal shu manzilga olib chiqqan chog'da buning tiymoqlaridan tortib butun kuyib bo'lgan mana shunday bir hikoya buningda qadimki shu ipak yo'ldagi savdo ayni davrdagi shu bir jonlangan bir holat aks ettirib bergan ya'ni savdogarlarniki ayni davrda tugini bular shu karvonlarni asos qilganligi ayni davrdagi bundan boshqa shu yerdagi qadim xalqlarniki kiyim kechaklari urf odatlari haqida bir materialga ega olamiz. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlarida hayvonot obrazi bosh tema qilingan hikoyalar nihoyat ko'p uchraydi. Undaqda ayni vaqtda nima sababdan hayvonot bosh obrazi Bizaklik Ming uyda tam rasmlar o'rnida ishlatilgan, buningga qanday sirlar yoshiringan? Hayvanotlar obrazining tam rasmlaridan ko'p ishlatilishing avtonom rayonimizdan uzoq tarixga ega. Kucha Qizil Ming uydagi g'arlar ichiga sizilgan o'zini qurbon qilib yo'lbosni ochliqdan qutqizish hikoyasi buning tipik misolidir. Burnusida bir podshoning uch o'g'li bo'lib, ular nihoyat bir-birisiga ijil amroq, inoq ittifoq ekan. Bir kuni bular bir o'ynagan chiqar ekanda, bir o'rmonlikka ketib olsa, qarshi bir och bir kishi yo'lbos 3 tal olboyniqni agashtirib ketib olgan, yeydigan narsa yo'q, bir ustixon bir teri bo'lib qolgan. Mahasat deydi ekanda ikki aksiga Vay qarindoshlarim, biz endi shunda bir shahatamninki g'amxo'rligi kutish bilan shunda baybayashat to'q yuribmiz. Biz shu ana yo'lbos qaraylar, uchi shu olboyniqni olib, mishadi uyla tirilishga qaramay, shu balasini deb hozir yerimjon bo'lib qopti. Sizlarning shunda shuni bir qutqizilish uyanglar yo'qmi degandan akillarninki qarindoshlarining nasihatiga pasand qilmay, uning tuzishga qaramay ular tog'dan igiz taq chiqib o'zini yaga otib shu yo'lbosga o'zini yem qilib berdi. Bu hikoyada endi shu yo'lbos shu bir chaqda u yo'lbos bo'lib tug'ilib, shu Sakyamunini sinaydigan bir hikoya deb qaralyapti. Qizil Ming uyni markaz qilgan Xinjiang Ming uy tam rasmlari orasidagi budda hikoya qismlarining ko'p qismida hayvonotlar bosh tema qilinib, yaxshilikning mukofoti bilan yomonlikning jazosi tasvirlangan. Yani bir maymun şahninki o'zini qurbon qilib maymunlarni o'limdan qutqizishi degan hikoya. Bu hikoyadimi shu maymun shah o'zining shu qavmini qutqizish uchun, ya'ni shu ovchilarningki hujumdan saqlanish uchun bu shu maymun tabiqalarini toifalarni ilib qochadi. Qochib bir daryoga kelgan chog'da oqisdan ovchilar qo'g'lab kelgan oldi daryo. Qanday qilish kerak? Bu endan darhol aql topadi. O'zi shu yerga berib ikki qo'lini, ikki putini ikki taraf bog'lab shu yerga ko'rib qo'yib berdi. Anadagi shu butun maymunlarni ustiga dastlab o'tishni buyurdi. Eng oxirgi maymun o'tgan chog'da bu maymunninki shu bili uzilib ikki parcha bo'lib ketdi. Bu shu o'zini qurbon qilib, omma uchun, xalq uchun, hatto fuqaro uchun shu o'zini qurbon qilishdek bir markazda aks etilgan hikoya. Kuchadagi Qizil Ming uy tam rasmlarida qadimgi Hindistonda ativolinadigan maymun, to'z, pil obrazi eng ko'p uchraydi. Ba'zi hikoyalarda yana otma bor. Kucha Qizil Ming uy tam rasmdagi nurg'un cho'chaklarda mana shuningga o'xshash hayvonotlarning o'zining hayoti badaliga insonlarni azob oqibat va boshqa qiyinchilikdan qutuldirishdek esil ro'yi hikoya qilingan. Bu yana o'z navbatida Budda dinining tinchlikni yoqlash aqidasi bilan zich munosabatli.
Hayvanatlar obrazi tushirilgan tam rasm bezaklar avtonom rayonimizning qadimgi davr naqqashlik, bezakchilik san'atidagi bosh temalarning biri bo'lib kelgan. İslamiyetdən keyin canlıqlarning rasmini sızmaslik aqidasimi bu temini tamamen yo'q chiqarolmagan. Kucha qizil ming uyda yana nurg'unlagan qadimgi yeziqlar saqlanib qolgan bo'lib, ular beg'ishlimi sübtidan g'orlarning tomlariga siyohda yoki qattiq narsa bilan o'yib yozilgan. Bu yeziqlar shu davrdagi ko'san xalqining ijtimoiy turmush va madaniy hayotini tadqiq qilishda kam bo'lsa bo'lmaydigan birinchi qo'l material bo'lib hisoblanadi. İpek yo'ldagi shu to'rt xil madaniyat, ya'ni Jungoning o'tirzang madaniyati, Hindiston madaniyati, Iron, Fars madaniyati, Ishkidli Arya vadisi madaniyati, ya'ni shu ba'zi chog'da Yunan madaniyatlari İpek yo'li orqali shu birdan-bir shu Xinjiangda uchrashgan. Bulapmı? Bunun ifadesi Mongoliyada o'zini topgan. Hatta biz nusxalar bo'lsin, bularning hammasida sharq madaniyatining jug'urlanganligi. Bular jug'urlab, shu Junxo madaniyatini taqim baytib kelganligidan iborat bir madaniyat hodisasi ifodasini topgan. Kucha qizil ming uyda taxminan milodiya 5-asrda qazilgan 10-g'ar alayda ko'zga chiliqdi. Kucha qizil ming uyda tepilgan tam rasmlarining soni intayin ko'p bo'lib, har biriga biridan mazmun va uslub singan. Bu tam rasmlar badiiy qiymati yuqori, ta'siri va donqi zo'r budda san'at qasri bo'lib hisoblanadi. Undaqda Kucha qizil ming uyda bu jihatda yana qanday alohidliklar bor? Ayni davrda bu g'orlarni qazishda qanday usullar qo'llanilgan? Qiziqsanglar diqqatinglar, kelar hafta ko'rsatiladigan bayqash programmamiz bo'lsin. Görümen dostlar, bayqash programmamızın bugünkü sani maşada axırlaştı. Köngül qoyup köygünüzlarga rahmat. Kelar sonda görüşaylik. Xayr xoş.